Davom etamiz. Ustonovka joylarga yana bitta manzilimiz. Xo'sh, bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Narimon qishlog'ida biz ko'ringlar. Ustonovka qilgan joylarimizni xudo xolasa, ustonovkamiz bitdi. Ana endi sizlarga video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, trimomiz 3 ta tortmacha bo'ladi, 2 ta eshikcha o'rtalarida. Polkalari bilan tortmachalarni ham ko'ringlar, buni ochilib yopilishi bemalol. Pastda oyoqchalari ham bor. Ana bu trimomiz. Balandligini ko'ringlar, balandligi 1.80, uzunasiga 1.40 chiqadi, plus minus 2 cm bo'ladi. Oynalar charxlangan, burchak bo'lib, stilni qilib chiqarilgan. Mana bu yerda polkalari ham bor kelinimiz qulayligi uchun. Spalnisiga o'tamiz. Spalnis uzunasi 2.10 ga 1.70, taglari dis bilan, usti machalkali. Mana yo'nlari ham yerga tegib turadi. Endi klientimiz uylari qiysha ekan, shuning uchun mana bunaqa narsa qo'yib to'g'rilab berdik. O'rtasi baland, ikkita chekka past bo'lgani uchun mana shunaqa narsa qo'yib berishga majbur bo'ldik. Bolt gaykalari ko'ringlar, bolt gaykalariga olingan. Burchaklari xudo xolasa anchagina xizmatlarini qilib beradi. Zilari plastmas pulxiligini aytib o'tamiz. Mana bu bosh tomoni. Tumbichkalari ham ikkita bo'ladi. Tumbichkalarning bahorida ko'rsatib o'tilgan. Ana bu tumbichkasi. Tumbichkalar ham ishlari vakuumli, bular ham vakuumli edi. Hammasi o'zi yopiladigandan. Bitirib olasizlar, o'zi vakuumli biladi hamma. Shkafga o'tamiz. Shkaf uzunasiga 2.20 ga 2.10 balandligi, plus minus 2 cm chiqadi bu ham. Bagitli, biz o'zimiz buni bagit deb ataymiz. Kim telefon qilib zakaz qilayotgani bo'lsa ham, telefon qilib bagit ko'piga kelasizlar, bo'ldi, biz ham shuni tasavvur qilamiz. Xo'sh, polkalar bu tarafda kiyim ilishga, mana bu yerda dokument olishga, kalta kiyimlar uchun. Bu tarafi ko'ringlar, mana polka, ikkita veshilkamiz bor, bu tarafda yana bitta kalta veshilkamiz ham bor. Video obzorda qissa qilamiz, mavzu ustida yana borayotgan joyimiz bor, shuning uchun. Kimga qiziq bo'lsa, xizmatlarimiz 91 941 45 44 nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustonovka xizmatlari bor.